Trener sizga nyanka emas yoki bog'cha opa emas, sizni bolangizga qarab o'tirgani, sizni bolangizni qaysidir ma'noda o'sha yerda ushlab o'tirgani sizni ishingiz bajarguningizcha. Bitta narsani tushuninglar, hurmatli ota-onalar, videoni oxirigacha eshitib, keyin xulosa qilishni maslahat bergan bo'lardim. Nimaga bu unaqa keskin gapirdi degan savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. 4 yoshli, 5 yoshli bolalar keladi. Olmaymiz desak, eng qizig'i xafa bo'lib, boshqa joyga borib ham gapiradi. Ya'ni meni olishmadi, yo meni ham kammidi, boshqamdi deb turib nolib qo'yishadi. Bitta narsani tushuninglar. Oladigan sport turlari bor, shu 4 yosh, 5 yosh yoki olmaydigan sport turlari bor. Hali erta bo'lishi mumkin. Har xil sabablarga ko'ra murabbiy bolani olmasligi mumkin. Ana shu yosh kategoriyasiga og'irlik qilishi mumkin. Bekordan bekorga chiqarib yuborilmayapti. Bolangiz baribir hech narsa o'rgana olmaydi degan narsa. Yoki zalli muhiti to'g'ri kelmasligi mumkin. Ya'ni guruh bolalari katta bo'lishi mumkin. Yoki yosh kategoriyasi to'g'ri kelmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men boshidagi gapni aytdim, trener sizga nyanka emas, trener bog'cha opa emas. Trener u mutaxassis. U intizomni o'rgatadi, bolani tarbiyalaydi, musobaqalarga olib chiqadi, har xil holatlarni to'g'rilaydi. Uning uchun ozgina vaqt kerak. Shuning uchun qolgan bolalar ham sizni bolangizga o'xshab bola. To'g'ri tushungan holatda eshitasiz degan umiddaman bu gapni. Fikrlaringiz bo'lsa, izohda albatta yozib qoldiring.